Bugungi shodiyonamiz qahramonlari bo'lmish yoshlarimizga, kelin-kuyovlarga, ya'ni Samandar hamda majmualarga bir umrlik bitmas tugalmas baxt tilab qolamiz. Va shunday chiroyli daqiqalarda shiddat bilan bugungi shodiyonamizni yanada go'zal, yanada yoqimli pallalarga kirib borar ekanmiz. Avvalo tantanamizni foyziga ko'z tegmasin deya bugungi chiroyli davramizni qoidalariga binoan qator chiqishlarimizdan so'ng biz esa mana shunday tantanamizni shirindan shirin tilaklarini ham boshlashga tayyor turibmiz. Avvalambor tilaklarimiz yor, lekin bugun tilak bildirishga oshiqib turgan yaqinlar ham ko'p. Huzurlarni birin-ketin kutib olsak-da, chiroyli tilaklarni, chiroyli dil izhorlarini to'g'ridan-to'g'ri boshlab borsak. Hozirgi tilaklar uchun mikrofonimiz qarshisiga aynan mana shu xonadonda mezbonlar sifatida qatnashib turgan yaqinlarimizni e'lon qilamiz, ya'ni amma xolalarimiz, momolarimiz, bugun mana shu xonadonga daxldor bo'lgan ajoyib qarindosh urug'lar davrasi. Keling ular nomidan e'lon qilib borsak, davramiz katta taklif etamiz. Ammalarimiz nomidan Matlubaxon ammamizni hamda davramizga taklif etamiz birgalikda. Momolari deydilar, bugun sofamizni ham taklif qilamiz. Endi mana shunday yaqinlarning tilaklari bilan bugungi to'yimizni tilaklari ham boshlanadi. Xudo xolasa oldinda shu qo'shiqlar va go'zal raqslar ham bizni kutib turibdi. Matlub opamiz ammalar nomidan marhamat, momomizni, ya'ni bugun sofamizni ham taklif qilamiz. Demak, to'yimizni mana shu tariqa yanada chiroyli pallalariga birgalikda qarab tashlaymiz. Yaqinlarni kutib olamiz. Marhamat, davra sizlarga muntazir qarindoshlarimiz, momolarimiz, ammalarimiz kelaverasizlar.